Klientimiz bugun A15 telefonni olib kelgan, suvga tushib ketgan telefon. Hamda ekran rejimini tekshirishimiz kerak biz. Tak, ne qaraganda zanglash bor. Zanglashlar bor bitta. Bitta zanglash bor ekan, mana bunday qiladi. Shuni qo'yishimiz kerak, mana bu rejimi. Shu holatda hozircha. Telefonimizni zanglagan joylari tuzatildi. Liniya bormay qo'ygan ekan. Liniyalarni to'g'rilab, bunda xolasa yoqib tekshirib ko'rish qoldi xolos. Yana yoqamiz telefonni. Rezultatini ko'rib turibsizlar. Telefonimizni ishlashini ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Chotki. Murojaat uchun nomerlarimiz mana.